day. Today we are going to talk about our next tense. It is past simple. Demak, bugun biz past simple haqida gaplashamiz. Past simple qanaqa zamon? Tarjimasi nima? Past simple bu o'tgan oddiy zamon hisoblanadi. Past simple'ni ham yordamchi fe'li mavjud bo'lib, bu yordamchi fe'li did. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ikkita shaklga ega emas, faqatgina bitta shaklga ega. Ya'ni bu hamma shaxslar uchun biz didni ishlatamiz. Bu degani I, we, you, they, he, she, it olmoshlari uchun barchasi uchun birgina diddan foydalanib, so'roq va inkorini hosil qilamiz. Kelinglar endi formulalar bilan tanishib chiqamiz. Darak gapni formulasi subject, verb to or iti keladi. Inkor shakli subject, did plus not plus verb. Verbni o'zi turibdi. Tuslanishga ega emas. So'roq shakli did plus subject plus verb. Endi sizlar bilan verb to nima, verb iti nima, shu bilan tanishamiz. Fe'llarimiz ikki turga bo'linadi, ya'ni irregular verbs va regular verbslarga bo'linadi. Irregular verbs noto'g'ri fe'llar degani. Har bir grammatika kitobining orqasida irregular verblar mavjud, ya'ni noto'g'ri fe'llar jadvali mavjud. Bu jadval 3 ga bo'lingan. Ya'ni birinchi ustunchasiga present deb yozilgan. Ikkinchi ustunchasiga past simple yozilgan. Uchinchi ustunchasiga esa past participle degan nomlanishlar berilgan. Bu 3 ta ustunchaning past simple'da ikkinchida turgan, ya'ni past simple deb yozilgan ustunchadagi fe'lni tanlaymiz. Misol uchun e'tiborli bo'ling. Come noto'g'ri fe'llar jadvalda mavjud. Bu fe'lning ikkinchi shakli came deb yoziladi. Demak, biz verb 2 deganda came'ni tanlashimiz kerak va shu so'zni qo'yishimiz kerak. Regular verblar nima? Ya'ni verb iti nima? Agarda berilgan noto'g'ri fe'llar jadvalida ishlatmoqchi bo'lgan fe'liz mavjud bo'lmasa, bu regular verblar deyiladi. Ya'ni to'g'ri fe'llar. Va ular jadvalda mavjud bo'lmaydi, ularga iti qo'shimchasi qo'shiladi. Demak, play jadvalda mavjud emas, shuning uchun ham played shaklda o'zgaryapti, ya'ni qo'shimcha fe'li qo'shilyapti. Biz past simple gaplarini, fe'llarini, mana bu verblarini qay holatda tarjima qilamiz? Past simple fe'llarini o'zbek tiliga tarjima qilayotganimizda de, edi, ekan kabi qo'shimchalar yordamida tarjima qilamiz. Siz o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilayotganingizda e'tiborli bo'ling, qo'shimchalarini to'g'ri qo'yishingiz kerak. Shunda siz ko'zlagan maqsadingizga erishasiz. Navbatdagi qoidamiz, nega endi inkor va so'roq gaplarimizda verbni o'zi kelyapti, ya'ni verb to yoki is emas. Sababi didni o'zi tuslanishga ega. O'tgan darsimizda esingizda bo'lsa, present simple'ni yordamchi fe'llari do, does deb bergandim. Aynan do fe'limiz noto'g'ri fe'llar jadvalida mavjud va uning ikkinchi shakli did. Shuning uchun ham did yordamchi fe'l tuslangani evaziga fe'llarimiz nolovoy ko'rinishga kelyapti, ya'ni hech qanday qo'shimcha qo'shilmayapti. Mana bu fe'lning nega verb 1da turganini izohi hisoblanadi. Demak, gaplar tuzib olamiz. E'tiborli bo'ling. Bob came home yesterday. Bu fe'limiz verb to da turibdi. Jadvalda mavjud bo'lgani uchun ham. Bob kecha uyga keldi. Ikkinchi gapimizda she listened to music much. U ko'p musiqa tingladi. E'tiborli bo'ling, fe'llarimizni qay holatda tarjima qilyapmiz? Ikkalasini ham de degan qo'shimcha tarzida tarjima qilyapmiz. Listen so'zimiz jadvalda mavjud bo'lmaganligi uchun ham biz iti qo'shimchasini qo'shdik. Bu gaplarimizni inkorga aylantiradigan bo'lsak, Bob didn't verb 1ga aylantiramiz. Come
yesterday. Kecha Bob uyga kelmadi. Ikkinchi gapni aylantiramiz. Xuddi shu ko'rinish. She didn't listen to music. Demak, e'tiborli bo'ling, verb one'ga tushib qoldi. Mana bu qoidamiz hisoblanadi. Formula bo'yicha tuzilgan gaplar. Endi biz past simple'ni ishlatilish qonun qoidasiga o'tamiz. Past simple'ni birinchi o'rinda o'tmishdagi ish harakatlarimizga nisbatan ishlatamiz. Misol uchun biz kecha nima ish qilganimiz yoki 1 soat oldin nima ish qilganimizni aytmoqchi bo'lsak, past simple'dan foydalanamiz. Tarixiy voqea hodisalarga nisbatan ishlatamiz. O'tmishdagi faktlar va ilmiy haqiqatlarga nisbatan ishlatamiz. Navbatdagi ishlatilishi esa hikoyalar tili hisoblanadi. Hikoya tili nima degani? Ya'ni siz albatta roman yoki qanaqadir hikoyalar, ertaklar o'qigansiz. Eslab ko'ringchi, ularning tili qanday? Bir bor ekan, bir yo'q ekan deydi. Qarang, ekan degan qo'shimcha bor. Yashar, edi degan qo'shimchalari bilan, ya'ni fe'llardan, edi, ekan qo'shimchalaridan, so'zlardan foydalanib, sizga ertaklarni, hikoyalarni, romanlarni hosil qilib bergan. Demak, bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, hikoyalarni asosiy tili past simple'dan iborat. Siz birdaniga bu qoidani eshitib xulosaga kelmangki, boshqa zamonlar hikoyalarda ishlatilmas ekanda ingliz tilida degan xulosaga kelib qolmang. Ishlatiladi, lekin hikoyaning ko'p qismi, ya'ni 60-70% qismi aynan past simple'dan foydalanib gaplar tuziladi. Oxirgi nuqtamiz, ya'ni keywords. Keywords ham juda ham muhim hisoblanadi. Birinchi keywordimiz yesterday, kecha degan ma'noni bildiradi. Last plus time ketadi, ya'ni davr qo'shishimiz kerak. Soat emas, balki davr ketadi. Last night, last o'tgan degan ma'noni bildiradi. Last night esa o'tgan kechqurun yoki last day o'tgan kuni degan tarjimani bildiradi. Time plus ago, bunda endi vaqt beriladi. Ago oldin degan tarjimada yuradi. 2 hours ago, 2 soat oldin. In, at, on, indan keyin misol tariqasida yil yozib qo'ydim, ya'ni yil ketishi mumkin yoki oy, fasl, asrlar ketishi mumkin. At, time ketadi. Aynan soatni berishimiz kerak. Ondan keyin day dedim, ya'ni hafta kunlari yoki sanalar ishlatilishi mumkin. Men sizga faqatgina birgina misol bilan yozdim. Demak, in 2023, ya'ni siz hozirgi davrda turibsiz, yilingiz o'tgan bo'lishi kerak yoki faslni aytmoqchi bo'lsangiz, o'tib ketgan fasl haqida gapirishingiz kerak. At bilan soat kelyapti. O'tib ketgan soat haqida gapirasiz. At 5 PM. Demak, kechki soat 5 da nimadir ish qilganingizni aytasiz. On, kun deyapti, demak o'tib ketgan kun bo'lishi kerak. On Monday, dushanba kuni, o'tgan dushanba kuni degan ma'noni bildiradi. Demak, bundan tashqari past simple'da biz present simple'ni signal so'zlarini ham bemalol ishlata olamiz. Chunki past simple'da bir qoida bor, o'tmishda takror bajargan ish harakatlarimizga nisbatan ham past simple ishlatilishi mumkin deyiladi. Shu holatda biz bemalol present simple'ni keywordlarni ishlata olamiz. Ya'ni sometimes, usually, often, every bilan keluvchi signal so'zlar, every day, every night va boshqa signal so'zlarini bemalol ishlatishimiz mumkin. Bu bizning present simple bilan bog'langan holati edi oxirgisi va bugungi darsimizni yakunladik. Best of luck. Goodbye.